Doniyor bu shunchaki ism emas. Bu tug'ma donilik va aql-zakovat tamg'asidir. Ismingiz fors-tojik tilidan olingan bo'lib, bilimdon, donishmand do'st va sohibqiron degan kuchli ma'nolarni anglatadi. Psixologik jihatdan siz vazminlik va chuqur mulohaza egasisiz. Siz ko'p gapirishdan ko'ra kuzatishni va vaziyatni to'g'ri tahlil qilishni afzal ko'rasiz. Tashqaridan o'ta bosiq va xotirjam ko'rinasiz, lekin ichingizga ulkan maqsadlar va so'nmas energiya vulqoni qaynaydi. Atrofingizdagilar sizdan maslahat so'rashni yaxshi ko'radi, chunki sizdagi adolat hissi va to'g'ri yechim topish qobiliyati noyobdir. Do'stlikda sizdan ishonchliroq insonni topish qiyin, ammo yuragingizga yo'l topish hammaga ham nasib etavermaydi. O'z bilimingiz va ichki quvvatingizga ishoning, Doniyor. Siz dunyoni aql bilan zabt eta oladigan insonsiz. Ushbu videoni o'zi haqiqiy Doniyor bo'lgan tanishingizga yuboring.